siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Ben kardeşim Nebi Allah, muhaciretki insanlığının ah gönüllügidir. Allah rızalığı için hizmet kılıdığan, kalıvasamçu, deydiğen muşu bir isil ruhini suistimal kılıvatkallıqıdık. Bir ahvallağı yoluk vatımız, şunda uçurla bizge anlamadıdı. Onun için bugünkü bu programımızda ben muş doğruluk, muş insanlarının kılıvatkan iş doğruluk, her birlerine bir düşünce, her birlerine bu doğruluk uçur yani düşünce desem doğru mu? Uçur bir işini doğru gördüm. Bu kandaki insanlar, bazı insanlar maili Facebook'a, maili WhatsApp'a, bazıları cuma hemen bazı bir insanların ki suistimal kılıdığan aşındak abiyam kıdık alıcına bir royunu, aycına faziletini aşında suistimal kılıdığan bir insanlar yol kıvatıdı bizlerge. Onun için belki bazı kardeşlerimiz yolu kıvan buluşu mümkün, bazıları da onda işler kemigen buluşu mümkün. Ama kemigenler şuna işler bir şey kep kasınan ihtiyat kılış. Bulap mı şöyle ki gözünü kesel göstüş yani bulap mı azırkı bir kege uçurda ayalı da bunda işlerini bulap kılıvat kallığı dek. Özünün ki bir xil yaman keselligi giriptar bulap kılıvat kallığı kağallığını o keselligi davalış ahırkı basqış bulap kağallığını onun için özüge bir türküm tekşürtüş için bir türküm Türkiye'nin İstanbul şaraitinde bir türküm iqtisat lazım bulduğunu bunun için bir yardım kılış lazımlığını dep müracaatlarını yazış yoki bo'lmasa WhatsApp'larda uçur qilish yoki bo'lmasa o'zining tunuydigan kishilarga orqali gap yo'llash qatorliq bir ahvollar o'tirib chiqadi. Bularningki tekshirish natijasida bularning unda ahvol emasligini ularning ba'zilarining bir şekilde mushunday şekilde yani odam aldash orqali masalan az pul yani 3500 yoki 4000 3000 yoki $1000 ya $500 orqali shunday şekilde odam aldash orqali jon beqishning yo'lini qilib olganligi. Yani ba'zilarning yani zaharlik chekimliklarga kunab qolganligidek ahvollar o'tirib chiqyapti qarindoshlar. Bu zaharlik chekimliklarga kunish ahvoli vatandillam bo'lib bo'lgan zaharlik chekimlikka kunab shu yerdagi ota onasining sotadiganini setib bayram qildig'ini qilib bo'lib anandiki hozirgidek bugungidek hammamizning urug' tuqqanlar jazo lagerdigidek vaziyatda turayotgan hayot mamatliga inib olmagan bir ahvol ostidami bu insonlar bu zaharlik chekimlik kunib qolgan insonlar har xil vositalarni ishlatib turib o'zining atrofidagi o'ziga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan insonlarning yaxshilik qilma deydigan shu ro'yini suiiste'mol qilish yoki shuni aldash shaklida menga jiddiy pul lozim bo'lib qoldi ya 300 TL ya 500 TL degandek yolg'on bir narsalarni o'ydirib chiqarish anandan keyin mushu bilmaydigan insonlarga yana boshqa bahonalarni ekan desang voy hozir uyning tok suv pullari to'shab ketib to'layolmay hozirgi virus mezgilida to'g'ri hammamiz to'g'ri nurg'un yerda qarindoshlarimiz ishlayolmayotdi ammo ishlayolmasimi yana halol amikida tirishchilik qilayotganlar bor lekin bu tipdagi insonlar qarindoshlar tirnoq ichida bu tipdagi insonlar yani odam aldashga kunab qolgan va odam aldashni bir shaklda jon beqishning yo'li qilib olgan bir tipdagi insonlar bular qanday qiladi desanglar tok uzilib ketadi hozir kesib yetim deganda o'tib o'tdi deb bularmi Turkiya ichidagina emas bular Yevropada yoki Amerika Avstraliya shunday shakldagi Yevropa g'arb davlatlarida yashayotgan qarindoshlarimizga jiroqda endi ulardan so'rgan pul ya bir azroq pul unday bo'lgandan keyin obtilamish qarindoshim qiyinchilikni o'tkazib olsin deb bir shaklda kartlar urib berish yoki bo'lmasa Turkiyadagi qarindoshlar orqali xabar qilib yetkazish degandek ahvolni shuni qilayotgan xizmatlarni aldash orqali o'zining zaharlik xumorini besish yoki shu tomokini elish va shunga o'xshagan shaklda
üzüne nime kösüp durup bizden Avustralya degan aldıysa, bizden Amerika degan, bizden Kanada degan bir-birisi uçuraştırmagan şekilde bir dövletlikte nima qilayotgan qarindoshlarni yani o da davasam chinib qolmasin degan şekilde onda aylanma şekilde qilayotganligidek bir narsa o'tirib chiqyapti qarindoshlar. Shuning uchun men demoqchi o'g'lim, mushundaq aldamchiliklar o'tirdi ba. Buni ko'rdik, angladik. Uning uchun qarindoshlarimizningki agar yordam qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizga o'zimizning ko'z bilan ko'rib, agar kasallik nimasi bo'lsa, shu kasallik nimasini aniq ko'rib, shuni ismidimi, zodi shunda ras shunda uningga shunda tekshirish natijasi chiqdimi, masalan, yomon kasal bo'lib qolgan yoki hayotning oxirgi vaqtiga kelib qolgan degandekchi. Anandan keyin yoki bo'lmasa ashadiki turishliq qaysi davlatda yerdan degan bo'lsa, shu ehtiyojni shu yerda turishliq shuni biladigan, shuni tunuydigan va shuning atrofidagi ahvollarni aniq tushunadigan qarindoshlarimizga havola qilish orqali to'g'ri shaklda yetkazilsa, to'g'ri shaklda berilsa, agar biz bilmagan shaklda masalan bir xiroyin chekayotgan bir insonga biz yordam qilib qolgan bo'lsak, bilmay, bizning yordam bilmay qilgan yordamimiz o to'g'ri shaklda Allohning dargohida inshaalloh qabul qilindi. Lekin agar bizning shu zodi surishtirib etmaganimiz, atrofni yaxshi so'rab bilib, shu insonni yaxshi tekshirib qilmaganligimiz yo'q deganda, agar shunday aldamchilik ishlarini qilayotgan bo'lsa, u qanday bo'ldi deganda, u sizga o'xshash ya bizga o'xshash nurg'un insonlarni aldaydi. Aldab, shu aldash orqali o'zining yo zahar xumarini bosadi, yoki bo'lmasa deganda, aldab jon beqishning yo'liga kirib qoladi. Onun uchun bizda ko'nglimiz hammamizning mehribon, faqat biz bu yaxshilikni, uningga javobni qaytarishni faqat Alloh tilida kutamiz. Insondan qilib qo'ygan yaxshiligimizga bizga bir shirkat namoz o'qib qo'ysin yoki bo'lmasa bizga bir to'n kiygizib qo'ysin degan umidda hech kim bo'lmaydi. Faqat bu yaxshilikni hamma inson Alloh rizoligini ko'zlab, oxiratdagi ash tarozanda bir ig'roq betdan to'xtab qolarmikan. Shu 3-5 koy $100 yordam qilib qolsam, shu yerda qarindoshlarimning bir duosiga erishib qolsam, dunyo oxiratligim yaxshi bo'larmikan degan umid bilan qilamiz. Uning uchun bu umidlikni ba'zi insonlar, juma ben bu degani qaytlay qarindoshlar. Ba'zi insonlar mushtaq shaklda o'zining zahar xumoriga yoki o'ziningki ba'zi bir ehtiyojlarga bog'lab turib, insonlardan shunday qaqsoq qilayotgan ishlar mavjud bo'ladi. Bunun için bu yani umumyüzlük emas, kısmen şekildeki aldamçılık mevcut. Bunun için qarindoshlar, mujna işler yo'liqqa vaqtimizda u kim, nima ish qiladi, nerede turadi, telefon nomeri aniq nimadan qiladi, lekin uning zodi ehtiyoji zodi kasal emasmi? Uning bir zavar xavori bormi, yo'qmi? Uning yurish turish to'g'rimi, xatomi? Bunday shakllarni surishtirib o'tib, bo'lib o'tib turib, hayt deb özümüzün aldıraksallığı ya komuz tekşürmesli ya tekşürsem set duramiki xapolam ya onda işi ondan çok çokum bilişimiz gerek. Karşı taraf biz yardım kılayotgan adamның zadi ahvali nereden negice bunu aniq bilib turib analdeken qısaq to'g'ri bo'lgan qarindoshlar. Shuning uchun mushu nuqtalarga diqqat qilib qo'yishimizni, mushundaq oldimizga kelgan ishlarda buni bilan bir tayoqlarla hammasi undaqki aldamchi deb qilib etmaymiz. Chuqum biz yordamchi qilmoqchi bo'lgan yoki yordam so'ragan insonning aniq ahvolini bilib turib, shuning shaklda qilsak, agar mushunda aldamchilik ko'payib, mushlar umumyuzliklab qilib qolsa, qanday bo'ladi deganda, kim biz haqiqiy ehtiyoj egilariga yetkazolmaydigan, ularga biz ko'nglimizda gumon qilib qoladigan ahvollar mavjud bo'lib qoladi. Shuning oldini olish uchun bizning muhojiratda saqchimiz yo'q yoki sotqo'lik yerimiz yo'q. Hamma odam o'zining vijdoniga boqib ish qiladi. Lekin biz bilganlar bu ishlarni mujda harbirlari bilan o'rtoqlashib qo'ysak, to'xtab turay, men bundan keyin bizga yordam qilmoqchi bo'lsam, men buni aniq surishtirib qilay, aniq bilib qilay, aniq daljaga yetkazib qilay degan shaklda mujda nima qilsak yaxshi bo'ladi ekan. Ana keyin set turamiki, mana unda deb qilsam, kichkina baginim $100 bek surishtirib qilsam, menda ish bo'larmikin deb qolmay, cho'qim shu pulni hammamiz Alloh rizoligi uchun daljaga, dal shu ehtiyoj egildirigi yetkazishni asos qilgandan keyin biz mushundaq xiroyinchi kediganlarning yoki bo'lmasa aldab jon beqib uninga mashina olib oldigan, uy olib oldigan insonlarga tutqizib qo'ymasligimiz uchun qanday qilishimiz kerak deganda, mush puldan
Cayğı tigidi adam sordu mu? Sorum. Emes mi bu adam? Bu adam aldamcı mı? Kazzap mı? Yani bir doğru insan. Doğru bir hacetmen mi? Bunu bölüp durup kısak. Nayet yaxşı oldu iken kardeşlerim. Şunun için gepimden doğru yerini kabul kılınlar. Muşundaq näslik uçraşqa ve muşundaq näsliga dikkat kısak. Nayet yaxşı oldu iken. Şuna muşundaq bir noto'g'ri ishlarning jamiyatimiz ko'payib ketmasligining oldini olish uchun ilmiy shaklda tanqidlash va to'sish va buning oldini olish bek muhim bo'lganligi uchun bu programmani ishlab o'tdim qarindoshlar. Shunga abimligimdek ipimning to'g'rini qabul qilib, xatolar qilib qolsin. Hammalarini Janob Alloh topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.